eng arzon vodiy kanalida O'zbekistonda yo'q narxda bo'ldi. Kia Carnival High Limousine 2025-yil gibridi bu. 1.6 turbina motorda bo'ladi. Gibrid, ekonomik, ancha High Limousine 2025. Bu mashinani taniysizlar, diskalari, qaranglar diskalarini. Xullas, hamma narsa, hamma funksiya bor. Salonni chiroyliligini qaranglar. Mana funksiyalardan, sensorlardan boshqalasi LG katta monitorlargacha, patrollar Alcantara 7 o'rindiqli $70,000 o'tgan oy sotgan edik. 69,900 salafanlargacha olinmagan, 13,000 yurgan. Pul zaruratdan sotilyapti ekan. Xuddi shunaqasini hozir hisobladik. Bundan ko'proq probeg bo'lib kirib kelar ekan, $74,000 tushar ekan hozir. O'zingiz olib kelaman siz. Bu vashi zo'r narx bo'ldi. Sirazi baraka qilib olmasalaring. Ko'p ko'rganman, afsus qilganlarni o'ylanib turib keyin afsus qilganlar. O'ylanmasdan salonni go'zalligini qaranglar. Hamma funksiya bor. Hamma funksiya bor. 7 o'rindiqli $65,900 ga bunaqa narx hech qayerda yo'q. Bemalol surishtirib baraka qilsalaring bo'laveradi. Zo'r narx bo'ldi. Yurib qo'ying.